Omoqchi vaqdaşlar, bugünkü hikayemiz hünərinin xasiyeti. Qadimki zamanda Səməd isimlik bir kişi şəriət aldida çoğ günah ötküzüb, ölümgə hüküm qılınıbdı. Cəllad hükümni icra qilish üçün Səmədni dar aldığa ilib ketibasa, Səməd hə deb, oy isit deb həsrət çekibdi. Cəllad bu gapni anlab, bu günahkarning hayotlarga qoldurib ketadigan birər hikmeti bo'lsa kerak, buningdan birər ig'iz gap so'rab boqib, ondan o'ltirsekmi kechikmas deb o'ylab, Səmədni dar oldida to'xtatib qo'yib, podshohning oldiga berib ahvolni bayon qildi. Podshoh cho'ng gunohkorni yandirib kelishni buyuribdi. Jallod Səmədni podshoh oldiga ilib kelibdi. Podshoh Səməddan: "Sen nima uchun o'lim oldida voy isit deb faryod ursan? Yoki jazoga noqoyilmisan?" deb so'rabdi. "Ey podshohi olam," debdi Səməd. "Men jazoga noqoyil emasman. O'lishimga hasrat chekmayman. Voy isit deb hasrat chekishimdagi sabab mundoq. Olam bino bo'lgandan tortib ta hozirgacha qassoblar o'chki so'yganda go'shini qilqilyapti. Men o'chkini so'yganda qilqilmay pokiz so'yishni kashf qilgan edim, lekin men bu hunarni tig'i birsiga o'rgatmagan. Endi o'limga hukm qilindim. Men dar oldiga ketib o'tib ichimda men bu hunarimni biriga o'rgatib qo'ysam bo'lgan ekan. Men o'lsam, bu hunar men bilan ketadi. Qassoblar yana o'chki go'shtini qalqilib o'tadi deb o'ylab, voy isit degan edim. Shu hunaring rostmi? Debdi podshoh. Rost, debdi Səməd. Ordining qassibimi o'chki so'yganda go'shtni qalqilib o'tadi. Mushu hunaring uchun men sening gunohingni kechirdim. Sen mushu hunaringni oldimda namoyon qil, debdi podshoh. Jallod chiqib jazo maydonidagi xalqni tarqalishga buyurib, darning tasmasini yechibdi. Top ichidagi biri jalloddan so'rabdi: "Gunohkorni nimishqa darga osmaysizlar?" "Osmaydigan bo'ldik," debdi jallod. "Nima sababdan?" "Nima sababdan bo'ladi? Hunarning xosiyatidan," deb javob beribdi jallod. Uyg'ur xalq cho'chaklari